Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizda o'sha 5 qavatli domimizdamiz. 5 qavatli domimizda podval ustidagi rigillarni bog'lash ishlari davom etyapti. Mana shu chekka qismiga qaraydigan bo'lsak, chekka qismimizda 16 armatura FBS blokni ustida bo'lganligi uchun 16 armaturadan 4 qator berilgan va ishlatilgan xomutlar uchun simlar 8 simdan va o'sha loyihada qanaqa berilgan bo'lsa, mana 45 kilosida bukib bir yo'la bog'lab ketilyapti. Va shaglar, ya'ni xomutlarning shagi 20 sm, loyihada shunaqa berilgan. Blokni ustida bo'lganligi uchun g'isht ustida bo'lsa ham shunaqa qilish mumkin. Va mana bu asosiy rigildagi armaturalar. Bizda oraliq masofasi 5 metr 60 sm tashkil qiladi va ishlatilgan armaturalari pastki qatorlarda 22 likdan 3 ta, tepada 20 likdan 3 ta bog'lab ketilyapti. Va o'sha biz oldingi videolarda ko'radigan bo'lsalaring, mana shu xomutlarning bog'lanish tartibi qanaqa bo'lishligini biz aytib o'tganmiz. Eng oxirgi usti mana shu joyi mana oldingi videolarda ham tushuntirilgan. Tepaga 20 sm bukiladi pastdagi armatura. Tepadagi armaturalar bo'lsa pastga 20 sm bukilgan holatda mana shu tartibda bog'lab ketiladi. Bu tarafda ham mana qolgan rigillarni bog'lash ishlari davom etyapti. Ikkinchi podezimizda xuddi rigillar bog'lab tayyorlab bo'lingan va apalavka qo'yish ishlari davom etadi. Uzoqdan ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Ustalarimiz apalavkani tayyorlashyapti betonga. Taxminan 2-3 kun ichida beton olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bitta mana bu rigillardan tashqari bizda дополнительный armaturalar ham bo'ladi. Дополнительный armaturalarimiz ham xudo xolasa qo'yilganda men sizlarga video tarzida ko'rsatib o'taman. Hammalarga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursalang, bizda kerakli va foydali videolar doim bo'ladi. 3-chi, 4-chi va 5-chi podyezdlarimizda blok montaj qilish ishlari bugun yakunlanadi va rigil uchun qilinadigan ishlarimiz, armaturalarimiz davom etadi. Sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom eting.